Jumadan keyin har juma muhtaram jamoat Allohning 6 ta ismini o'qib beraman har safar. E'tibor berib turing-da. Allohumma ya g'aniyyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud. Allohning 6 ta ismini o'qiymiz. Aghnina bihalalika an haramik va bifadlika amman siwak. O'zingdan o'zgaga muhtoj qilma. Odamlarga meni hojatimni tushirib qo'yma. Alloh o'zing ber, bandingga beraman degansan, degani shu. Kitobda aytibdilar. Sen deyaptilar, har juma kuni juma namozidan keyin 70 dona o'qisang deyapti. Kitobda gapiryapman muhtaram jamoat. Jalilatul Azkor kitobida 70 dona sen Allohni chaqirib o'tirgan joyingda Allohni chaqirib qo'y, mana shuna qilib kelasi jumaga qadar sen biror bir insonga Alloh sen hojatingni tushirmaydi. Alloh senga dunyo kerakmi? Xudo senga oqizib yuboradi deydi. Siz qiling muhtaramjon. Men mana bu gapni qiling, bu kitobda gapini aytyapman. Shu jamoatda men bitta o'qib qo'yaman. Har jumadan keyingi namozdan keyingi duoda shuni o'qib qo'yaman. Shu jumaga kelayotgan xalqimiz birortasi kelasi jumaga qadar bir bandasiga hojati tushib qolmasin Parvardigor. Bizi qavmimizga shunaqa mol dunyo berginki, bizi qavmimiz boy badavlat bo'lsin, butun xalqqa mol dunyosini beradigan bo'lsin. Zakot tarqatadigan bo'lsin, qo'li saxiy bo'lsin, qalbi saxiy bo'lsin deb turib Allohdan mana biz o'rgatayotgan narsalar muhtaram jamoat Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytayotgan narsalarni sizu bizlarga o'rganar ekanmiz. Sizdan ko'ra men Allohdan ko'proq so'rayman. Ey Parvardigor, qavmimizga shuni o'rgatdik. Ertaga bular mana domla aytgan narsa bu qolmadi, bo'lmadi-yu demasin. Alloh bularga ber, nimani xohlayotgan bo'lsa ber deb Xudodan so'raymiz.